Yumshoqligini qarang. Soliha, Muhammadzo, cheesecake San Francisco qilamiz. Yo, Leonardo da Vinci qilamiz. Xo'pmi? Xo'p deylar. Assalomu alaykum, qadrdon, sizlar bilan San Sebastian Leonardo da Vinci tayyorlaymiz. Qadrdon bir uyda damashni holat qilib, restoranda tayyorlab berilayotganini ideal qilib gramovkalarga ko'rsatib beramiz. Qani, studio tanishtiring. Namlarini idealni qilib tushuntirib o'tamiz. Slivichniy tvorogniy sir 660 gram, shakar 180 gram, 4 dona tuxum, 33% qaymoq 350 gram va kukuruzning kraxmal bitta 40 gram, bitta vanilin. Gramlarni yozib qoldiramiz. 2 gram ekan, yetadi mana shu. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorug' qilgin. Shakar bilan buni blenderlab olamiz yoki chopper. Bismillahirrohmanirrohim. Aralashtirib olamiz. Shakarni eritib olamiz. Qattiq aylantirish shart emas. Buni ruchno tayyorlasa ham bo'ladi, qadrdon, ishoning. Damashqa qilib cho'tqib tushuntirib beramiz. Tuxumni chap olyapmiz. Blenderni sekin aylantirib bitta-bitta qo'shaveramiz. Qarang. Bir dona tuxumni qo'shaverasiz. Ozgina orasida farq bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Ancha bo'ldi uyda bunaqa video syomka qilmaganimizga. Qadrdon, bizning kafe bilan o'rab qoldik. Qo'ldan kelgancha yangi yilga, inshaalloh, yangi yilgacha chiroyli salatlar, chiroyli ikkinchi taomlar, chiroyli inshaalloh suyuq taomlar joylashga harakat qilamiz. Aynan bayramona bo'ladi. Ana endi mana bu sutka deyman. Qaymoqqa kraxmalni aralashtirib olamiz, keyin qo'shiladi. Kukuruzning kraxmal 40 gram qo'shilyapmiz. Opisaniyada yozib qoldiramiz. İş boshlashdan oldin duxovkani yoqib qo'yganmiz. Idekda 200-220 gradusda turibdi, tepasi ham. Vanilin. Qaymoqqa aralashtirib olyapmiz, ko'ryapsizmi? Mana buni massani quyamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Massa deyarli tayyor. Ana, qadrdon, yaqinlashtiring-da. Mana shunaqa qolipimiz bor, oddiy biskvit qoliplari bor, bir qaracha ekan. Ima oddiy beli pergamentni ozgina namlab turib, nima qilib olganmiz o'ziga qolip ichiga. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Qolipga quyib olamiz. Massani quyganimizdan keyin ozgina ding urib qo'ysa, pufaychalari, kamochkalari chiqib ketadi va qirg'oqlarga yaxshilab chop bosadi. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qarang, qadrdon. 250 gradusga 35-40 daqiqaga qo'yamiz. Tak, 40-45 minutda pishdi bizda. Qani, yaqinlashtiring-da. Ob'yomni qarang. Qimillashni qarang. Bu o'zi faktiski qimillab turish kerakmi? Likkilab ko'ryapsizmi? Buni 1 soat, 2 soatga sovutishga qo'yamiz. Bu cheesecake'imiz sovigunga qadar biz bittali Robin Hood degan serialni tugatib, mana hozir kino tugatib o'tiryapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yumshoqligini qarang. Yopish. Qarang. Sochniligini ko'ryapsizmi? Oddiy eritilgan shokolad. Bay. Shashalalar. Bilmaysan? Qara. Pistali ikincisi. Oling og'rigacha yeb qo'y. Qarang, u o'pirib olibdi. Bu qolganiga nima qo'yamiz? Vijdonsiz? O'y, kelinglar. Yeyimizmi endi? Qani? Ketdik. Shoshmasdan. Yumshoqligini qarang.
Bismillah. Soliha agon. Katta ila. Ertaga tayyorlab ko'ring, xo'pmi? Qadrdon, keyingi kontentda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Eng yaxshi inson bo'lsizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar bilan ulashib qo'yasizlar. Rahmat qo'yasiz. Rahmat. Paka deng. Paka. Paka qo'yasiz. Qaqara.